Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Navbatdagi darsimizga xush kelibsizlar. Inshaalloh bugungi darsimizda HTML elementlarining namoyish qilinishini ikki xil darajasini o'tamiz, ya'ni ikki xil turini o'tamiz. Bular block level va inline level elementlar deyiladi. Xo'p, avval bular haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam, block level nima? Block level agarda bizning HTML elementlarimiz hech qanday ularga uslub berilishi, stil berilishidan oldin hech qanday berilmasdan turib, ular bitta qatorni boshdan oxirigacha egallaydigan bo'lsa, bular block level elementlar hisoblanadi. Misol uchun H1 lar, misol uchun title ning turlari H1, H2, misol uchun H1, H2, H3 lar yoki bo'lmasa paragraf taglari bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa section taglari bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa unordered listlar, list itemlar, bularning hammasi block level deyiladi. Ya'ni ular qancha joy qolishidan qat'iy nazar, ulardan oldin yoki ulardan keyin ular bitta qatorni to'lig'icha egallaydi. Xo'p, ana endi inline level elementlar nima? Inline level elementlarda odatda hech qanday inline level element bo'lmaydigan bo'lsa, birinchisi bo'ladigan bo'lsa, u qatorni boshida keladi. Yangi qatordan joy oladida, uning ichidagi kontenti, misol uchun tekst bo'lishi mumkin yoki rasm bo'lishi mumkin, uning hajmi qancha, uning kengligi qancha joy bo'ladigan bo'lsa, ana shu kontentga yarasha joyni egallaydi xolos. Misol uchun u kontentning kengligi 100 piksel bo'ladigan bo'lsa, ana shu 100 pikselga yarasha joyni egallaydi va qolgan joyini egallamaydi. Uni chegarasi ana shu joyda to'xtaydi. Agarda undan keyin yana bitta inline level element keladigan bo'lsa va u mana shu birinchi inline level element va ikkinchisi mana bu ekranning kengligiga sig'adigan bo'lsa, uni yoniga qo'shilib, uni yonidan joy oladi. Va ikkinchi elementning ham kengligi qancha bo'ladigan bo'lsa, ichidagi kontentning kengligi ana shunga yarasha joyni oladi. Agar uchinchi undan keyingi inline level elementga joy yetadigan bo'lsa, u ham tepaga chiqadi-da, uchinchi joyni egallaydi. Mana shu birinchi qatordagi uchinchi joyni egallaydi. Bularning inline level elementlarning chegarasi bu mana shu qatorning kengligiga nechta inline level element sig'adigan bo'lsa, ularning ichidagi kontentlari, boshqalari hammasi mana shu bitta qatorga nechta sig'adigan bo'lsa, mana shuncha qabul qilinadi. Agarda sig'maydigan bo'lsa, keyingi qatordan davom ettirib ketadi. Ana endi sizlarga misollar bilan tushuntiradigan bo'lsam, xo'p. Esingizda bo'lsa aytdim, title elementini, ya'ni H1, H2, misol uchun H1, H2 taglarni biz block level elementlar dedik. Mana misol uchun bu yerda show preview qiladigan bo'lsak, bu yerda H1 qilamizda, assalom dunyo qiladigan bo'lsak, mana assalom dunyo mana bu yerda uzog'i borsa 200 piksel yoki 300 piksel joyni egallaydi. Lekin undan keyin joy ko'p turibdi. Agarda bundan keyin yana bitta H1 qo'yadigan bo'lsak, misol uchun bu qo'shimcha H1 deylik. Mana bu ikkisi mana bu bitta qatorga bemalol sig'adi. Misol uchun ikkovsi borsa 400 piksel joyni egallaydi yoki 400 pikseldan ham oz joyni egallaydi. Lekin bularning ikkisi ham misol uchun block level elementlar bo'lganligi uchun ularning har biri alohida qatorga tushyapti. Yoki bo'lmasa paragraf tagini olaylik. Bu yangi paragraf. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, paragraf tagi ham, element ham bu yerda block level bo'lganligi uchun bu alohida qatorga tushyapti. Ana endi bularni asli chegarasini ko'radigan bo'lsak, bu yerga kelamiz. Xo'p. Bodyni ichidagi hamma narsani chegarasini kelinglar. 2 piksel solid beramiz, hop, red beramiz. Ya'ni 2 piksel uzilmagan holatdagi qizil chiziq bilan chegaralanadi. Mana ko'rib turganingizdek,
bularning asli kontentining mana kontentining kengligi misol uchun 200 piksel yoki mana bu 100 piksel bo'ladigan bo'lsa ham bularning hammasi alohida-alohidadan qatorni egallayapti. Ana endi inline level elementga nimalar misol bo'lishi mumkin? Inline level elementga misol uchun span. Span bu span degan bo'lsak, xo'p. Mana bu span ko'rib turganingizdek o'ziga kerak, o'zining kontenti qanchalik kenglikda bo'lsa, mana shunga kerak bo'ladigan hududni olyapti-da, qolganini ignore qilyapti. Ya'ni qolganini qabul qilmaydi va bu o'ziga kerakli hudud mana o'zining chegarasi, mana shu kontent uchun kerak bo'ladigan hududni olyapti. Agarda buni yonidan yana bitta span qo'yadigan bo'lsak, misol uchun bu ikkinchi span. Ko'rib turganingizdek, mana ikkinchi span birinchi spanni yonidan joy olyapti. Bu narsa qancha davom etishi mumkin? Mana misol uchun ko'ryapsizmi? Bu har qancha mana bu ekranning oxiriga yetgungacha joy olaveradi. Ana endi ekranning oxirida joy tugadi, mana keyingi qatorga o'tyapti. Mana ko'ryapsizmi? Ekrandan ekranni bu yog'ida joy yetmasa, u keyingi qatorga o'tib ketyapti. Buni mana bunday qilib yana orqaga qaytarsa bo'ladi. Bu ekranning katta-kichik bo'lishiga qarab turib yoki pastlaydi yoki tepa qatorga chiqadi. Xo'p, yana nima bo'lishi mumkin? Inline level va block level elementlarning ro'yxatini olish uchun mana bu yerda Web3 School bor. Bu yerda misol uchun internetga yozadigan bo'lsalaringiz block level elements yoki HTML block level or inline level elements deb yozsalaringiz o'zi ro'yxatini chiqarib beradi. Mana block level elementlarga ko'rib turganingizdek bu yerda HR ham kiradi. Bu yerda section ham kiradi, address ham kiradi, articlelar, list itemlar, tablelar, mana mainlar, footerlar ko'rib turganingizdek. Endi pastda inline elementlar, bularga mana a taglar, misol uchun site taglar, labellar, inputlar, bularning barchasi, maplar, misol uchun spanlar, mana kodlar, bularning barchasi inline level elementlariga kiradi. Misol uchun bu yerda yozishingiz mumkin. Mana bu yana bir narsani tushuntirib o'tsam, hech qachon inline level elementning ichiga block level elementni qo'ymang. Ya'ni mana bu yerda spanni ichiga h1 ni hech qachon qo'ymang. Misol uchun bu span deb turib yoniga h1 ni qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, mana ko'ryapsizlarmi? Bu span alohida inline tepada qoldi va buni chegarasi hali tugagan yo'q. Mana bu yerda assalom dunyo bo'lyapti-da. Va bu yerda keyingi qatordan bu block level bo'lganligi uchun bu qatorni to'liq egallayapti. Keyingi qatordan mana uni chegarasi tugayapti. Kelinglar, buni yana ham yaxshiroq ko'rinishi uchun bunday qilamiz. Xo'p. Mana ko'rib turganingizdek, bu tepada qolyapti, chegarasi tugagan yo'q, assalom dunyo qolyapti-da, pastdan span tushib turib chegarasi yopilyapti. Hech qachon bunday qilmang. Bu orqali veb-sayt ishlamay qoladi degani emas, ishlayveradi, lekin bu qurilishdagi noto'g'rilik, xatolik hisoblanadi. Agarda siz bu elementlarni ichkariga qo'ymoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, doimo block levelni ichiga inline levelni qo'ying. Misol uchun bu yerdagi bu spanni olamizda. Buni olamiz. Xo'p, bu yangi paragraf va bundan keyin mana spanni qo'ysak bo'laveradi. Ko'ryapsizmi? Mana bu paragrafning ichida va mana bu block levelning ichida alohida ichida bo'lib qolyapti. Yoki bo'lmasam mana bu yerda mana bu b tagni olamizda, ya'ni bold qiladi. Bu yangi deganni olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bitta block levelning ichida ikkita inline qo'shilgan va bu mana bu boldning belgisi, tagi mana bu yangini sal yo'g'onroq qilyapti-da, qolganlaridan ko'ra. Yoki bo'lmasam bu yerda yana bir narsa yozishingiz mumkin. Bu strong bo'lishi mumkin, misol uchun.
strong bu strong yozuv, ya'ni bu bold ham strong ham mana shu yozuvlarning qanchalik muhimligini ko'rsatib beradi va ularni bold, ya'ni qalinroq qilib qo'yadi. Xo'p, mana shunday qilib inline va block level elementlarni alohida va qo'shgan holatda ishlatishingiz mumkin. Mana bu veb saytdan bo'lsa, ularni ro'yxatini olasiz va bu yerda mana qanday qilib ishlatasiz, nima bo'ladi, bular haqida ma'lumot ham bergan. Bu ma'lumotlarni deyarli hammasini berib o'tdim. Mana bu yerda inline elementlarni, block levellarni inline elementlar block levellarni o'z ichiga ola olmaydi deyapti. Lekin block levellar inline elementlarni o'z ichiga olishi mumkin. Mana shunday qilib ishlatishingiz mumkin. Xo'p, bugungi o'tiladigan darslarimiz, ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Inshaalloh keyingi darslarda ko'rishguncha barchangiz sog' omon bo'ling. Allohning panohida bo'linglar.